بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا وخلق الجن وجعلهم طرائق خددا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhtaram musulmonlar, Allah subhanahu va taoloning fazli rahmati bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari nomli bir yurish da'vat darsini boshlab mangan edim. Allah subhanahu va taoloning fazli bilan bu dars bugun Hadyun Nabi fi hutbatihi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның nutqi hakkında buludu. Allah subhanahu ve taala insanlığını dünyaya yaratkandan keyin ulını özü kalganca yaşaş üçün taşlap koymasdın. Şundaqla ularni bu hayatta yaşaşının ma'nisini bilmegen holatda, tushunmagan holatda hayot kechirishga qo'yib qo'ymasdan Allah subhanahu va taolo o insonlarni boshqa mahluqotlar va mavjudotlardan farqlanadigan holatda uning uchun bir maqsad bilan dunyoga akaganligini his qilalaydigan, tushunalaydigan shaklda bir aqlni berdi, birodarlar. Mana Allah subhanahu va taoloning insonga boshqa jonliq mahluqotlarga bermagan aqlni berganligi u insan bu hayatta başka hayvanlarga o'xshash yiyish bilan, kiyish bilan dünya hayotida shu qo'siqini to'yg'izish, turmushini qamdash, jinini jon etish va moddiy bayashatlikning keynidan izlab yashab dunyodan ketish bilan hayoti bitmaydiganligini, onun uchun bir vazifa, onun için hayatta bir amanet, onun için bu hayatta yaşaydıgan bir yolunu belgilep biriş arkalık o şu yolda kandak şekilde mağda digellikini imtihan kılışlık için Allah subhanahu ve taala insanlığa akıllı verdi. Bana bu Allah'ın insanlığını başka mahlukatlardan birinci bulup farklandığını akıl bilen farklandırdı. Allah subhanahu ve taala yana özünün rahmeti bilen insanı özünün akliga koyup koymasdan özü işkence kılıdığan, nasibi pak, abroyu pak, en işencelik boğan kişini insanlar içinden tallap onu özünün elçisi kılış bilen insanlara hak ve hidayetini evet için Allah subhanahu ve taala ularını çıkardı. Ola Allah subhanahu ve taala'nın tallışı bilen Allah özünün bendelerine çögen dinini ve ularını çağırgan yolunu bildiriş vazifesini üstüge aldı. Mana bu vazifeni ada kılış üçün o peygamberler nurgun kıtım hutba okudu. Yani nutq sözledi. Çünkü insan özünün başkalarga demekçi boğan sözünü deyiş üçün ve yetkizmekçi boğan amanetini yetkiziş üçün çokum o sözünü sözleydiğen
bir narsaga muhtoj. Allah subhanahu va taolo mana payg'ambarlarni avatish bilan payg'ambarlar Allah taolo tarafidan avatilgan la ilaha illallohdan iborat bu kalimani yetkizdi va bu kalimani ummatga so'zladi. Mana Allah va laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Deydi, biz her bir millet xalqning ichida şu milletning tilida so'zlaydigan, şu millet onu tunuydigan, biladigan kishilardan payg'ambarni avatdik. O payg'ambarning vazifasi atrofidagi xalqini, qarindoshlarini, urug' tuqqanlarini, millatini an ya'budullaha, Allohga qul bo'linglar. Allah qilan bosh eginglar. Vajtanibut tagut, tagutga qul bo'lishdan saqlaninglar sizlar. Ya'ni Allohdan boshqa insonlar tarafidan qul bo'lishga tiklangan ma'budlarning har qandig'iga ibodat qilishdan va uningga qul bo'lishdan saqlaninglar deydigan payg'ambarni avatdik deb Allah subhanahu va taolo mana payg'ambarlarning vazifasini bayon qildi. Har bir payg'ambar jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi va ulug'i bo'lgan bizning payg'ambarimiz Hazrati Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh degan bu ikki eg'iz so'zni kishilarga tunutish va u so'z bilan odamlarni haqqa chaqirish, u so'zning ma'nosini kishilarga bildirish uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam otlanib ketdi. Mana bu payg'ambarlar jumladan payg'ambarimiz Hazrati Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam şu la ilaha illalloh degan so'zni 23 yil o'zining da'vati qildi. Bu da'vatni kishilarga yetkizdi, tushundirdi. La ilaha illallohning ma'nosini odamlarga o'rgatdi. Bu la ilaha illallohdan iborat hayotlik yo'lini kishilarga tunutdi. Bu söz bilan payg'ambar alayhissalatu vassalam bir millatning madaniyatini o'zgartdi, tarixini o'zgartdi, qimmat qarashini o'zgartdi, tasavvurini o'zgartdi, ularning amaliy real ahvolini o'zgartdi va hamma narsani mana bu so'z bilan o'zgartdi. Xuddi ular yenidan dunyoga kelgan bir insonga o'xshagan shaklda ular bu so'z bilan o'zining hamma narsasini bu so'z bilan tunidi va bu so'zdan oldi va bu so'z bilan tushundi va hayotlik yo'lini mana bu so'z bilan boshladi aziz birodarlar. Mana buni deyish uchun, yetkizish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi vaqtlarda masjidning munbarlariga chiqib desa, ba'zi vaqtlarda igiz tog'larga chiqib dedi. Ba'zi vaqtlarda tuz tuproqda dedi. Ba'zi vaqtda uyda dedi. Ba'zi vaqtda odamlar ko'p jug'lashadigan yerda dedi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu da'vat bilan o'zining hayotini o'tkazdi birodarlar. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalamning hayotini boshqalarga tushuntirish uchun buyurib, qul hazihi sabili ad'u ilallohi ala basiratin ana va man ittaba'ani
ve subhanallah ve ma ana minel müşrikin. Sure Yusuf'ның 108. ayetinde Allah deydi, kul den, yani başkaları den, ed'u ilallah, kul hazihi sabili. Mana bu davet, bu din, bu men mangan yol sabili, mening yo'lam bu. Men Allah subhanahu ve taala tarafından qabul qilgan yo'l bu. Bu davet yo'li mening yo'lam deb Allah subhanahu ve taala'nın buyruq bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün yolunu, bu dinning yo'li, bu davetning yo'li, bu xizmatning yo'li, bu ummatni haqqi chaqirishning yo'li mening yo'limdan deb Allah Teala Peygamber aleyhissalama buyurdi. Ad'u ilallah, men Allah'ı çağırman. Siz bunu jakalang. Men özemning shaxsiyati uchun chaqirmayman. Özemning millati uchun chaqirmayman. Özemning vatanisi uchun chaqirmayman. Özemning manfaati uchun chaqirmayman. Faqat va faqat Allah qilam chaqiraman. Mening da'vatim faqat Allah qilam deb Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhisselamni buyurdi burada. Ala basira, nimaga chaqirdi? Ala basira, hujjat ustiga chaqiraman. Men bu da'vatda hujjatim bor, bu da'vatda dalilim bor mening, isbotim bor mening. Men bu da'vatning haqligini tunigan va uningga haqiqiy jazm qilgan. Shundaqla bu haqni tunigandan keyin men başkalarını bu haqqı çağırışını özemning burchi deb mangan holatida bu da'vatga chaqiraman. Bu meningki tanlagan yo'lam deng deb Allah subhanahu va taolo buyurdi. Va man ittaba'ani, manga agashganla la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb manga agashganlarmu bu da'vatga chaqirdi, bu yo'lga kishilarni tavsiya qildi deng dedi. Demak, Allah subhanahu va taolo Hazrat Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jakolashga buyurdiki, Payg'ambar alayhissalom bu da'vat mening yo'lim, bu dinning xizmati mening yo'lim, shundaqla menga ergashganlarning yo'li deyishga Allah buyurdi. Demak, aziz birodarlar, bu dinning yo'li payg'ambarlarning ham yo'li emas. Bu dinning yo'li va bu dinning xizmati, bu da'vat payg'ambarlarga varis bo'lgan, payg'ambarlarning izbosarlari bo'lgan ulamo olimlarning ham yo'li emas, yoki da'vatchilarning ham yo'li emas bu. Har bir musulmonning, ahli islomning la ilaha illalloh degan kishining yo'li bu da'vat. Har bir kishi bu da'vatda o'zining vazifasini chuqum elishi kerak. Mana Allah subhanahu va taolo sura Asr'dimi? Val asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr degan bu so'z bilan insonlarning yo'lini o'zi sizib berdi. Har qandaq insonning ziyon ichida ekanligini, halokat ichida ekanligini, har qandaq insonning xatar va oqibati halokat yo'lida ekanligini bayon qildi Alloh taolo. Bu inson buningdan chiqolmaydi deydi. Har qandaq bir inson illa buningdan 4 xil ishni o'ziga o'zlashtirgan, o'zining sifati qilgan va bu 4 xil ish uning yo'li va vazifasi bo'lgan kishilar buningdan chiqa oladi. Buning birinchisi allazina amanu. Buning birinchisi iymon etgan, Allohga ishongan va ishonishga tegishli barliq narsalarga hammaga ishongan. İmanның yolunu tanlagan ve amilus salihat, imanның yolunu tanlab, men mu'min, men musulman,
menma Allah'a şükür ki bir Müslümanın ki perzenti dep koyaplam emes, bunun davasını kılıp emes ve amilus salihat şu imanıga, itiqadıga, davasıga uygun şekilde, şununla layık halette amel kılgan. İmanın yollarını özünün yolu kılgan, imanın süpetlerini özünün süpeti kılgan, imanın talep takazzalarını özünü özleştirgen. Mana bu kişi bu ziyankarlıktan çıkan. Ve tevasav bil hak. Üçüncüsü bu imanın yolunu özünün yolu kılıp tallap, imanın belgülemelerine toluk amel kılgandın ken menin işim bitti. Men inşallah yaxşı Müslüman, İslam'a toluk boysunadigan Müslüman dep kanaat kılmasdın bu İslam'ını başkalarına tavsiye kılgan, başkalarını İslam'ın yoluga çağırgan, İslam'dan ibaret bu vazifeni üstüge elip başkalarına davamlık şu İslam'ını yetküzgen kişi. Ve tevasav bis sabr. Dördüncüsü bu yolda kelgen eziyetlige, maşakkatlige, nurgun cepalıga, kıyınçılıklarga neme kılgan, çidigan. Yani bu hakkının kabılıkıga sabr kılgan. Hak taraftan keladigan her kandak musibet bolsa onu kubul kılalıgan. Ben bir Müslüman buldum. Ben hakkını davet kıldım. Nime üçün bu hakkını davet kılganlıkımdan bana bunda kabılıklar keladi demesden hakkının derdi var. Hakkının azabı var dep onunla sabr kılgan kişiler bu ziyanның içinden müstesna dep Allah subhanahu wa ta'ala mana bu yerda bizga bir xotirjamlikning yo'lini, qutulishning yo'lini, nijotlikning yo'lini ko'rsatib berdi. Demak aziz birodarlar, bu dinning da'vati, dinning xizmati faqat bir tabiqi kishilarga yoki ma'lum sinfdagi kishilarga xoslanib qoladigan xizmat emas bu. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning sunnatiga ergishiman. Onun yo'li mening yo'lim. Hazreti Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mening payg'ambarim, mening ustozim degan har bir kishining ustidagi vazifa cho'qim bu yo'lni da'vat qilish. Bu yo'lni ko'tarish, bu yo'lda minish, bu omonatni ustiga elib ko'tarish. Xo'sh, undaqda ulamalar o'zining hayoti shu dinni, islomni o'rganish va din islomni tunish uchun bo'lganlikdan ular biladi, ular tushunadi, bu yetkizdi. Ammo boshqa kishilarning hammasi bu dinni qandoq yetkazadi? Dinning da'vatini qandoq qiladi? Bu din uchun, dinning xizmati uchun qandoq hassa qo'shadi? Degan yerga kelgan chog'ida har qanday kishi bu vazifani cho'qim hamkorlik bilan qiladi. Hamkorlik bilan qiladi. Eng oddiysi, masalan, bir musulmon haq so'zlangan bir da'vat bo'lsa, bu da'vatni tarqatadi boshqalarga. Tarqatadi. Yoki bu pullik bo'lib qolsa, uning pulisini to'lab setib elib boshqalarga beradi. Bir kitob besilmoqchi bo'lsa, uningga hassa qo'shadi. Yoki olim ulmolarni tarbiyalab chiqaradi. Mana bu shaklda her bir kishi bu dinning xizmatini ustiga oladi. Bu dini da'vatni u qiladi. Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Allah subhanahu va taolo mana o'zining ixtiyori qo'ymadi. Allah bu mening yo'lam va menga ergashganlarning yo'li. Bu mening yo'lam. Men bu yo'lga chaqirman. Ad'u ilalloh ala basiratin ana va man ittaba'ani. Men chaqiraman, menga ergashganlar ham chaqirdi bu yo'lga deb
Allah mana buni payg'ambar alayhisolatu vasallamni da'vatchi deyish bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilarni ham da'vatchi deb atadi birodarlar. Bu dinning xizmati bu. Her bir kişi bu hizmetini, da'vatchilik hizmetini üstüge ilishi lazım. Ya dini dersliklerini tarqitishi lazım. Ya onun tarqitilishiga hassa qo'shishi lazım. Kitap yazilishi, tercüme qilinishi va o kitaplarning umumlashishi uchun hassa qo'shishi lazım. Hiç bo'lmaganda kishilarga mundaq bir yaxshi dars beydi, yaxshi so'z beydi, yaxshi da'vat beydi, uninga qatnashib olamsizlar, shu yerga kelamsizlar, billa borlimi, yo undaq bir da'vat bizning uyda bo'lsin deginiga o'xshagan shaklda buning hamkorlash lozim. Alloh taolo ta'avanu alal birri vat taqvo va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshilikqa hamkorlashinglar. Günah ma'siyatga hamkorlashmanglar dedi. Demak, har bir musulmon bu dinning da'vatini ustiga elish kerak. Bu faqat bir tabiqiy kishilarga emas. Mana bu dinni yetkazish uchun, bu dinni kishilarga so'zlash uchun xutba o'qiladi, nutq so'zlanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam xutba o'qigan vaqtda, nutq so'zlagan vaqtda qanday so'zda aytdi desa, va kana iza xataba ihmarrat aynahu va ala sawtuhu va ishtadda ghazabuhu hatta ka'annahu munziru jaysh yaqulu sabbahakum va massakum va yaqul bu'istu ana was-sa'a kahatayn va yaqrinu bayna isba'ayhi as-sabbabati wal-wusta va yaqul amma ba'd fa inna khayral hadisi كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nutq so'zlagan vaqtda ko'zlari qizirib ketadi. Ovozi yuqurlab ketadi. G'azabi ishib ketadi. Xuddi payg'ambar alayhisolatu vasallam bir düşman besib kelgan vaqtda düşmanning hujumidan bir askarni agalandirgan kishiga o'xshagan shaklda intayin ig'ir bir xatarning, intayin zo'r bir düşmanning besib kelishidan agalandirgandek holatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotdi va nutq so'zlaydi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining vujudida bu da'vat uchun, bu din uchun qaynaydi. Etilib ketadi. O'zini tutib olmasdan so'zlab ketadi aziz birodarlar. Deydi, "Ey, dushman sizlarga saharda keladi. Dushman sizlarga kashda keladi. Bunda g'afil bo'lmanglar. Bunda bexutlashmanglar" dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va yana ba'zida bu istu ana men qiyomat ikkimiz xuddi bosh barmoq bilan sabbabi barmoqqa o'xshash yaqin biz. G'aflatda qolmanglar. Mana men qiyomatning oldida payg'ambar qilib avatildim. Deb Rasululloh qiyomat bo'lib xuddi bo'g'ili qo'pqandek, qiyomat uchun tövbe qilib, qiyomat uchun iymon etib, qiyomat uchun bir amali solih qilib, qiyomat uchun Allohning oldiga bog'idek biror bir ishni qilib ulgurmaydigidek shaklda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishning jiddiyligini, ishning muhimligini eslatadi. Va deydi, "Amma ba'd, maqsad kelsam, so'zning eng yaxshisi Allohning so'zidir. Yo'lning eng yaxshisi Muhammad alayhisolatu vasallamning yo'lidir. İşlərinin ən yamini onun yenidən payda bo'lganidir. Har qandaq bid'at azg'unlikdir" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu nutqlaridagi o'zining uslubini Rasululloh bu hadisda bayon qilib berdi. Demak, bir nutq so'zligichi muhim bir masalani bütün odamlarni agalandırması bo'lmaydigan,
va ularni tushundirmasa bo'lmaydigan yoki oldida turayotgan xalq uni tushunmasa, ular bir halokatning, ular bir ig'ir, qattiq bir xatarning oldida qolganligini his qildirish uchun buning jiddiy shaklda nihoyatda keskin iboralar bilan demasa bo'lmaydigandek shaklda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovozlari ustun, yuzlari qizirib ketgan, g'azabi qaynab ketgan holatida Rasululloh nutq so'zda aytdi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam nutqlarida atrofdagi kishilarning ahvoliga qarab turib nutq so'zda aytdi. Ya'ni kishilarni shu nutqdan zeriktirmagidek holatda, qochirmagidek holatda va ular uni esida saqlab bo'lanmagidek, esida tutib bo'lanmagidek holatdami emas, nihoyatda tushunishlik, ular bilaligidek holatda so'zda aytdi, birodarlar. Ya'ni 1 soat, 2 soat da'vat anglagan, nasihat anglagan, bugungi nasihatdan nimani tushunlar desa, 1-2 soat so'zlab ba'da endi nihoyatda yaxshi so'zlayotgan, shu yaxshi so'zligimni bildim, uningdan boshqasini bilanmadim degidek so'zlamaydi ulug' payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining xutbalarini har qachon alhamdulillah bilan boshlaydi. Va xutba o'qigan chog'ida uy turib o'qiyapti xutbani. O'ltirib emas. Demak, da'vatni mumkin bo'lsa, uri turib qilish kerak. Jonli holatda boshqa anglag'uvchilar ta'sirlanadigan, ularning yuraklariga tegadigan, titirtadigan, ular uningdan cho'qim bir ruh, bir jushqun kayfiyat, bir qalbiga uzuq og'idek holatida qo'pqidek so'zda aytdi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana o'ri turib so'z degan chig'ida minbarga chiqib bo'lsa, kishilarning oldiga qarab turib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb so'z degandan keyin pat-pat sahobalarning har birisining ko'zlariga obdan qarab qo'ydi. Demak, da'vatchi shu kishilarning diqqat qilish kerak. Uxlayotamdi, o'ynayotamdi yoki bilak bir tuyg'u bilan muomala qilayotamdi, uning bilan kori yo'q, so'zini ham so'zlaydigan emas. Faqat har bir kishining ko'zlariga qarab, yuzlariga qarab, ularning shu so'zdan ta'sirlanmaganligiga, ularning shu so'zdan manfaat olmaganligiga qarab da'vat qilish kerak va da'vatning uslublarini o'zgartirib turish kerak aziz birodar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu da'vatning uslublarini o'zgartirib turadi va yengilab turadi. Qur'oni Karim ham da'vatning uslublarini o'zgartirib turadi, yengilab turadi. Da'vat qilishdan maqsad so'zlayilish emas, yetkazilish emas, tushuntirilish emas. Faqat da'vat qilishdan maqsad kishilarni shu da'vat bilan yetishtirish. Xatoligi bo'lsa, to'g'riga o'zgartirish. To'g'ri bo'lsa, texmi kuchlik, jonliq, minishga chaqirish. Mana biz bugun payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin Rasululloh yakka yagona yolg'iz holatda da'vat qilib davlat qurolida, jamiyatni o'zgartirdi. Minglab, 10 minglab kishilarni haqiqiy tarbiyalab chiqa oladi. Hatto ular bu e'tiqodi uchun, bu iymoni uchun o'zining hamma narsani fido qila olgudek saviyaga yetdi. Ular o'zining dinini, o'zining manfaatidan hamma narsadan ustun ko'radigan yerga yetdi. Ammo bugun minglab nutqlar so'zlanyotidi. Minglab da'vatlar qilinyotidi. Da'vat haqida kitoblar yozilyotidi. Shunchalik
da'vatlar ilib boryapti. Bugun bir juma kunligida million da'vat bo'lishi mumkin. Xutba o'qilishi mumkin. Ammo insonlar o'zgarmayapti. Ya'ni shu burunqi masjidga qanday kirgan bo'lsa shunda chiqqan. Da'vatchining oldida burun qanday o'ltirgan bo'lsa shunda o'ltirgan. Uningda o'zgarish, uningda ta'sirlanish yoki ta'sir ko'rsatish bo'lmagan holatda ketyapti aziz birodarlar. Bu yerdagi farq nima? Nima uchun bugun o'zgarish yo'q? Nima uchun bugun ta'sir ko'rsatish yo'q? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutbasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vati bilan bugungi kundagi da'vatchilarning, bugungi kundagi xutbalarning, nutqlarning o'rtasidagi farq shuki, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning bu da'vatda o'zi shu da'vat bilan yashaydi. Qandaki desa shu diginidek yashaydi. Nimaga chaqirsa shu yo'lda beydi. Demak, Resulullah'ning so'zi amalidan eshib ketmagan. Resulullah'ning da'vasi, Resulullah sallallohu alayhi vasallamning da'vasi o'zi qilmaydigan, mangmaydigan va uningda yashamaydigan da'va emas edi, birodarlar. Sahobalar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning har vaqt so'zining keynida borligini, shu so'zi uchun hamma narsani atab ketayotganligini, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotidan bu da'vatning kuchini, bu da'vatning qimmatini, bu da'vatning amaliy haqiqatini ular his qilgan edi. Ammo bugun da'vatchilarga qarasa, din o'rgatuvchi ustozlarga qarasa, bugun haqqni yetaklaydigan yetakchilarga qarasa, bugun bu dinning da'volarini qilayotgan da'vochilarga qarasa, bular kishilarni deyish uchun, chaqirish uchun, o'g'itish uchun yoki shuni deb qo'yish uchun qilayotgan, ammo buningda yashash uchun, buning uchun o'zini atash uchun, buning uchun o'zini qurbon qilish uchun bu yo'lda amaliy hayoti bilan da'vat qilmaganligi uchun mana shunday farqlar bo'layotgan birodarlar. Bugunmi ko'ryapmiz? Nurg'ulg'an da'vatchilar o'zining hayoti bilan bu da'vatni isbotladi. O'zining hayotini bu da'vatga atadi. O'zi da'vat qilgan da'vatni tudi. Qanday jafo kelsin, qanchalik to'salg'ilarga uchrasin, nima qiyinchiliklarga yo'laqsin, bu da'vatni tudi. Natijada buning da'vati haqiqatan payg'ambarlarning da'vati ta'sir ko'rsatgandek ta'sir ko'rsatdi. Va bu da'vat mevasini berdi. Natijasi o'tirg'i chiqdi. Ammo deyish uchun, deb qo'yish uchun, yetkazib qo'yish uchun, bildirib qo'yish uchun qilingan da'vatlar, tarbiyalar va shuning uchun so'zlangan nutqlar, shuning uchun deyilgan har qanday so'zlar bu deyilgan yerda qoladigan va yoki anglagan kishilar bilan qoladigan, ammo u boshqalarga ta'sir ko'rsatmaydigan, mevasini bermaydigan holatda o'tirib chiqdi birodarlar. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir da'vatchi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning izbosarlari bo'lgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam da'vat qilgan bu da'vatni ko'targanlar ham bir da'vatchi, ammo buning o'ttirisida payg'ambar alayhissalomga o'xshash kishilarning yetishmasligi va payg'ambar alayhissalatu vasallam tarbiyalagan kishilarga o'xshash kishilarning tarbiyalanib chiqmasligi deki sabab dal bu da'vatni qiluvchilarning amaliy kuchga, amaliy boyliqqa, amaliy bo'lgan bir haqiqiy ruhga ega bo'lmasligidir aziz birodarlar. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamning nutqlaridagi ish izlariga hammamizni agashishga nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo
Peygamber aleyhissalatu vesselam'a o'xshash so'zlagan nutqlarining keynida turadigan va so'zlagan nutqlari bilan yashaydigan, oldi bilan o'zi uni o'zlashtirib kishilarga o'zlashga chaqiradigan kishilardan qilsin. Allah subhanahu va taolo har bir da'vatchilarimizni isloh qilsin.